o'zbek jamoatchiligi hayotida juda bir muhim voqelik yuz beryapti. Mana do'stimiz endi uka-jo'ramiz Kamoliddin bilan bizni o'rtamizda ancha yosh farqi bor. Ajoyib demak mana shu yaqin O'zbekistonning, mustaqil O'zbekistonning yaqin tarixini bir obyektiv yoritgan ajoyib bir demak badiiy publisistik asarining prezentatsiyasi, muhokamasi. Men bu kitobni kecha qo'lga kiritdim. Bu kitob bilan tanishib chiqishga Kamoliddin menga 1 sutka vaqt berdi. Endi o'zi siyosiy politologiya adabiyotlarini o'zimiz sohaning vakili bo'lsak ham o'qish ancha og'ir. Bu 370 varaq, 20 ta bobdan iborat ekan kitob. Mana hammaning qo'lida hozir. Men kechasidan uxlamasdan o'qib chiqsam kerak degan edim. Lekin kitob nihoyatda xalqchil va ommabop yozilgan ekan. Bir nafasda o'qidim. Orada bir 15 minut kofe ichishga vaqt ajratdim. Bir 4 soatdan ko'proq vaqtim ketdi. Xalqchil, mana shu lakonik tilda hamma tushunadigan, ommabop degani endi bu maxsus adabiyot bo'lsa ham hamma tushunsa, uni biz ommabop deymiz. To'g'ri, shu bilan birga bu yerda mana shu siyosiy sotsiologiyaga oid va siyosatshunoslikka oid konseptual bir ilmiy terminlar bor. Mana shu bugungi real hayotni mana shu konseptual terminlar va konsepsiyalar bilan bog'lab analiz qilish bor. Endi ayrim so'zlari spetsifik shu fan sohasi mutaxassislari ko'proq tushunadi. Shu bir kichkinagina meni bir haligi nimam bor endi bir zamechaniya deydimi? Ayrim terminlarni mana shu pastiga shuni mazmunni yozib qo'yiladi adabiyotlar. Badiiy adabiyotlarda ham masalan etatizm haqida fikrlar bor. Shuni ommaviy o'quvchi tushunish uchun tagidan etatizm bu mana shu davlatning umuman total hayotga, iqtisodga, siyosatga aralashuvi deb shu terminlarni sal mazmunni ochib qo'yilganda aynan shu ko'pchilik uchun yana ham tushunarli bo'lar edi. Endi bevosita mana shu yozilgan kitobni bu publisistik ko'proq, albatta badiiy ham dedik, lekin asosan publisistik va ilmiy. Men mana shu 20 bobdan iborat kitobda o'zim bir 3 ta fundamental demak muammoni va savolni ko'rdim. Birinchisi bu biz mana shu gap mustaqillik davri haqida ketadi. Mana bizni siyosatshunoslarning siyosiy terminologiyasida mana Kamoliddin tufayli biz yangi bir haligi birinchi ma'muriyat va ikkinchi ma'muriyat degan shunaqangi iboralarni ham kiritib oldik. Shungacha Kamoliddingacha bu iboralar birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat degan iboralar o'zi yo'q edi bizning politikumda-da. Shu birinchi ma'muriyat davrida biz demak qayerda edik, nima qildik, qanday yashadik degan bir savol va shu savolga javob bor. Ikkinchisi endi qayoqqa ketyapmiz va qayerga burildik degan demak shu bir fundamental masala qo'yiladi va uchinchi shu mening nazarimda eng asosiy muhim o'zim aniqlagan fikr bu tarixda shaxsning roli. Tarixda shaxsning millat taqdiri, davlat taqdiri o'laroq roli va unga bir baho demak ma'nosida. O'zi mana shu masala tarixda shaxsning roli masalasi.
bu o'zi mana shu siyosatshunoslikda ham, mana shu sotsiologiya, siyosiy sotsiologiya fanida ham, falsafada ham janjalli. Demak, mana shu uning birinchi postulati katta obyektiv tarixiy jarayon bor edi. Uni bir subyekt, demak, mana shu sal haligi taraf shuni o'zanini salgina o'zgartirib yubordi degan ma'noda. Va ikkinchi postulat mana shunga mutlaq qarama-qarshi. Ya'ni mana shu katta obyektiv jarayonni shaxsning o'zi yaratdi. Shu yerda konflikt mavjud. Bu mana shu haligi biz yuqorida sanab chiqqan siyosatshunoslik fanida, siyosiy sotsiologiyada, falsafada mana shu dunyo elitasida, dunyoning mana shu haligi o'qimishli elitasida bu janjal hali biror bir tomonga seniki to'g'ri deb hal qilinmagan. Mana shu savol shaxsning mana shu tarixdagi roli, shaxsning bir konkret millat taqdiridagi roli masalasi kitobda bosh mavzu va bosh masala. Ko'pchilik hali o'qib ulgurmagan bo'lishi mumkin. Bu o'qib demak mana shu boshlaganingizdan shu masala sizning oldingizda ko'ndalang qo'yiladi. Endi bevosita shu asarning ichida, kitobning ichidagi muhim nuqtalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda bir 6-bobda yomonlar haqida gap bor. Va mana shu bizning yaqin o'zbek tarixidagi, o'tmishimizdagi yuz bergan voqealar mana shu birinchi marta. To'g'ri, bu info tariqasida o'zbek matbuotida ketgan, buni hatto rasmiylar ham aytgan, lekin bu bir tadqiqot predmeti sifatida birinchi marta mana shu Karim shaxsiyati bilan bog'liq davr, demak, 4 ta bosqichga bo'lib ko'rsatilgan. Demak, gap 91-yildan to marhum sobiq prezident Islom Karimovning o'sha qazo qilishi bilan bog'liq 2016-yilgacha bo'lgan davrni, demak, muallif, avtor 4 ta davrga bo'lyapti. Demak, 2005-yilgacha o'z ichiga 3 ta davrni oladi va har qaysi 5-6 yildan. Va oxirgi 4-davr bu 2005-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davr va har bir davrning o'zining spesifikasi, o'zining narrativlari va o'zi mana shu davlatchilik o'laroq, davlatchilik O'zbekistonning birinchi mustaqil davlatchiligi o'laroq, endi biz respublika davri deymiz, mustaqillik davri, muammolari haqida to'liq, demak, ilmiy analiz qilingan. Mana shu siyosatshunoslik fani, siyosiy sotsiologiya fani mantig'i bo'yicha men juda chuqur ilmiy analizni ko'rdim. Bu bizning endi politikumda yaqin o'tmishni demak bunday bir reviziya qilish hali kamdan kam. Mana shu mustaqillik o'laroq Rashidov davri haqida ancha kitoblar yozildi, lekin bu kitoblar ham asosan badiiy adabiyot ko'rinishida, badiiy adabiyot formasida edi. Hech kim, hatto mana shu SSRni milliy ong prizmasida, mana shu gapni alohida ta'kidlamoqchiman, milliy ong prizmasida shu ilmga, siyosiy sotsiologiya va politologiya mantiqi bo'yicha hech kim analiz qilmagan, haligacha tadqiq qilinmagan. Kamoliddinda demak qisqa bir ta'riflar berilgan
Lekin asosiy tadqiqot markazi bu mustaqil O'zbekistonning birinchi ma'muriyat davriga bag'ishlanadi. Biz qanday yashadik? To'g'ri yashadikmi o'zi? Va bu yerda avtor demak o'zbekona bizlar ilgi o'zbekona bir o'zimizni mental odatlarimiz bor-ku. Nima deymiz? Andisha deymiz, andisha. Hech qanday andishalarga o'rin qoldirmagan. Va bu to'g'ri. Fan, akademik fan aynan shunday bo'lishi kerak. Albatta, mana har bir kishining qo'lida kitob turibdi. Buni endi bugun vaqt topib, bugundan boshlaydi kimdir o'qishni, kimdir shu vaqtini topib sekin-sekin o'qib o'rganadi. Va men aytayotgan hozirgi gaplarni albatta shak shubhasiz isbotini topasiz. Shu bilan birga kitobda juda ko'p statistik argumentlar va statistik sonlar keltiriladi. Men o'zi birinchi ma'lumotim bo'yicha iqtisodchiman. Sonlarni men bilaman, siyosatshunoslar uncha yoqtirmaydi sonlarni, statistikani, sonlarni. Endi hatto mana Kamoliddin ham har doim hamma ko'pchilik biladi, biz bitta loyihada 2 yildan beri ishtirok etamiz. Kun.uz platformasida geosiyosat loyihasida statistik ma'lumotlar va sonlarni ko'proq men gapiraman har doim. Lekin mana shu kitobda teskarisi bo'libdi. Men umuman olganda rus tilida bir ibora bor, "Приятно удивлен" deydi-ku. Juda hayron qoldim, hayratlanarli, juda aniq statistikalar berilgan. Endi ko'p gapirmay mayli. Yana mana shu o'tirgan hurmatli jamoaning yana bir demak diqqatini bu narsaga qaratmoqchiman. Mana shu yaqin tarixda 21-asrda O'zbekistonda jasliq degan nihoyatda dahshatli bizda bir jazolash lageri bo'lgan. Mana shu lager haqida ham juda ro'y-rost infolar, axborotlar bor. Va nafaqat axborotlar bor. Uning ijtimoiy ildizi, uning demak mana shu o'sha ijtimoiy bir hodisa sifatida tadqiqoti ham bor. 500 kishilik turmaga o'z vaqtida 7,5 ming kishi qamalgan ekan. 500 ming kishilik turmaga 7 mingdan ortiq, 7,5 mingta mahbus qamalgan va u yerda juda yaqin o'tmish. Bu 15 yillar, 20 yillar oldin umuman nazoratsiz zulm bo'lgan. Nazoratsiz zulm. Umuman mana shu ham demak siyosatshunoslik, ham sotsial ijtimoiy, ham demak sotsiologiya mantig'i bo'yicha, ham bir tarixiy bir mantiq bo'yicha yaqin hayotimiz o'ta realistik va andishasiz. Bu so'zni, andishasiz degan so'zni men ijobiy ma'noda ishlatyapman. Yozilgan bu endi beskompromissniy degan bir ibora bor-ku o'zimizda siyosatshunoslikda. Shu ma'noda albatta bu mana shu birinchi katta tadqiqot va hali yana 10 yillar mobaynida biz bu davrni baholashimiz kerak. Mana shu o'tgan davrni bahosini berishimiz kerak. Va keyin asosiy vektor bu yangi davrning boshlanganligi va unda shaxsning roli haqida. Bu haqda ayrim bizni toshatorlar holatdan oxir kitobni o'qimasdan toshlarni otibdimi, ijtimoiy tarmoqlarda bir ikkita bir kichkina maqolalarga ko'zim tushdi. Rabbimov birligi shaxsni ulug'lab rahbarga xushomad qilibdi degan bir hali kitob o'qilmagan
shu kitobni birinchi men o'qigan bo'lsam kerak. Mana kecha olib bir qolganlar bilmadim. Yo'q, mendan ham oldin kimdir olganmi? Ha. Demak, o'zingiz o'qib, o'zingiz xulosa qiling. Mana bugun yangi O'zbekiston haqida gapirilganda biz uning haqiqiy mazmunini tushunishimiz uchun eski O'zbekiston qandayligini yaxshilab anglab olishimiz kerak. Eski O'zbekistonni anglamasdan turib, biz yangi O'zbekiston nima ekanligini hech qachon to'g'ri baholay olmaymiz. Eski O'zbekiston bu dahshatlarga to'la O'zbekiston. Mana shu kitobni o'qisangiz ko'p narsalarga, albatta juda ko'p faktlar bor, ko'p narsalarga tushunasiz va bu yangi O'zbekistonni bugun uning prezidenti, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev quryapti. Juda tez mana shu unutdik. Oxirgi bir 6-7 yil ichidagi yuz bergan voqealarni, demak, mana shu zulm ma'budasi, shu lagerning yopilganligini ham tez unutdik. Tez mana bu dollarlarning konvertatsiya masalasini ham unutib qo'ydik. Bu hech kim bu bir yaqin 50 yil ichida hal bo'ladi deb hech kim ishonmas edi. Mana bularni ham juda tez unutdik. Paxta qulligini ham juda tez unutdik. Bularning hammasi bugun shak shubhasiz mana shu bitta shaxs, uning sayl harakati, uning demak irodali qarorlar qabul qilish bilan bog'liq va buni demak mana shu ongli fikrlovchi o'zbek ziyolisi o'ylaymanki to'g'ri tushunmoqda. Rahmat. Shuhrat aka, katta rahmat fikrlaringiz uchun. O'zi aslida kitobni o'qib ko'radigan bo'lsangizlar, siyosiy pluralizm va tanqid haqida juda ham ko'p gapiriladi. Kamoliddin aka, men kitobni o'qidim va azbaroy ko'p gapirilganidan aynan mana shu kitob tanqid qilinishi kerak, ya'ni Kamoliddin akaning o'zining fikrlarini o'zining kitobida sinab ko'rish kerak degan tushuncha paydo bo'ladi. Shuning uchun mening nazarimda kitobni o'qib tanqid qiladimi, o'qimay tanqid qiladimi, Kamoliddin akaning o'zi O'zbekiston ijtimoiy hayotida risklarga to'la inson bo'lganligi uchun o'zining atrofiga konfliktlarni yig'adi va bu normal. Va kitobning ahamiyati ham shu yerda ko'rinadi. Ya'ni jamiyat tarafida turadigan inson bir manipulyativ muqova bilan bir kitob yozar ekan, tabiiyki uning ahamiyati ma'lum bir ma'noda oshishini ko'ramiz. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, bu kitobning ahamiyati, ya'ni siyosiy pluralizmni aynan shu kitobda sinab ko'ramiz. Va mening nazarimda ko'taradi Shuhrat aka, to'g'ri aytdingiz buni. Ya'ni Kamoliddin aka bir yil davomida yozgan bo'lsa, bizning ham yetarlicha politologlarning deylik ma'lum bir ma'noda e'tirozlarimiz bor, nafaqat o'qimaganlarning tanqidi. Shuning uchun aynan mana shu kitob bilan o'rtaga chiqayotgan bitta intellektual soha vakilining fikrlari albatta o'zining kitobida mening nazarimda sinab ko'rinishi adolatdan bo'ladi deb hisoblaymiz. Keyingi so'zni ustoz politolog, siyosatshunos Oybek aka Sirojevga beramiz. Oybek aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar, aziz ustozlar. Men avvalambor ta'kidlab o'tishim kerak, bir 5 yilcha oldin aynan shu binoda bir ustozning kitoblarini xuddi shunday taqdimot qilganda juda odam kam edi. Ko'ylimiz tushgan edi. Bugun mana shuncha odamni ko'rib xursand bo'ldim va demak mana shu olimlarni, tadqiqotchilarni, ekspertlarni xatti-harakatlari, sa'y-harakatlari bekor ketmayotganligi yana bir nishoni. Bu uchun sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Endi mana bundan bir 3-4 yil oldin O'zbekiston jamiyatida o'zi siyosatshunoslar bormi? Bizda shunaqa zo'r siyosatshunos bormi degan savol juda ko'p ko'ndalang qo'yilardi, ayniqsa hokimiyat tomonidan. Va aynan Kamoliddin Rabbiyevga ming rahmat. Mana shu biz ijtimoiy tarmoqlarda sekin-asta chiqishlar qilib, to'g'ri chiqishlarimiz hammasi zo'r emas. Avvaliga no'noq o'zaro bahslarga egamiz, sekin-asta hozir hokimiyat tomonidan ham bu masala butunlay olib tashaldi. Ya'ni bizda ham O'zbekistonda ham siyosatshunoslar bor, o'zimizga yarasha, o'zimizga xos va men umid qilamanki, aynan mana shu tendensiyani boshqa
fan vakillari, jumladan bugun falsafa biz uchun juda muhim, sotsiologiya muhim. Endi bevosita mana bugungi tadbir nuqtai nazaridan yondasak, yana bir yangi bir o'ziga xos an'ana boshlanyaptiki, demak, mana shu tadqiqotchining, olimning ijodi mahsuli bo'lgan kitobni ham mana shunday keng bir muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Keng bir taqdimot qilish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Bu uchun Kamoliddin yana bir bor sizga minnatdorchilik bildiraman va umid qilamanki, bu an'ana yana davom etadi. Endi kitob haqida to'xtaladigan bo'lsak, darhaqiqat bu kitob o'sha O'zbekistonning eng yangi tarixi yoki o'sha Kamoliddin aka ta'bir bilan aytganda birinchi ma'muriyat davri haqida fikr bildiriladi. Umuman jamiyatda haligacha ikki xil yondashuvlar bor. Biz birinchi ma'muriyat davrini reviziya qilishimiz kerakmi, kerak emasmi? Biz o'tmish haqida mana shunday bir tahliliy masalalarni ilgari surishimiz kerakmi, kerak emasmi degan masalada tortishuvlar bor, bahslar bor va men o'ylaymanki, ilmiy nuqtai nazardan har qanday davrni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Va zero o'sha roviylar ta'kidlab o'tgandek, biz o'tmishni chuqur o'rganmasdan kelajakka jiddiy qadamlar tashlay olmaymiz. Shu nuqtai nazardan ham mana shu biz uchun eng og'ir bo'lgan, murakkab bo'lgan mana shu birinchi ma'muriyat davrini ham tahlil qilish. Albatta bu yerda muallifning o'zining subyektiv yondashuvlari bor. Mana shu yondashuvlarni biz keyinchalik Shuhrat aka ta'kidlab o'tganlaridek yana takomillashtirib davom ettirish uchun bu o'ziga xos bir imkon, zamin yaratadi. Keyingi masala erkinlik masalasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, mana faylasuflarimiz ham o'tiribdilar davrada. Erkinlik masalasi umuman siyosatshunoslik uchun ham, falsafa uchun ham eng murakkab masalalardan bittasi hisoblanadi. Zero mana buyuk faylasuflar aytadiki, mening erkinligim o'zganing erkinligi boshlangan joyda tugaydi. Ya'ni eng murakkab masalalardan biri ana shu erkinliklar o'rtasida chegarani belgilash masalasi. Va bizning jamiyatimiz uchun bu ikki karra murakkab. Zero biz mana bir asrdan ortiq vaqt mobaynida mustabid bir tuzumni iskanjasida yashadik va bu bizning erkinligimizni bug'di va bizda bir o'ziga xos mentalitetimizda, turmush hayotimizda erkinliksiz yashash bir ko'nikmas shakllandi. Bundan tashqari o'zimizga xos millatimizdagi, jamiyatimizdagi qusurlar masalasi ham bu erkinlikni shakllanishida o'ziga xos salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Yoki ikkinchi masala, erkinlik bu olinadimi yoki hokimiyat tomonidan sekinasida islohotlar orqali beriladimi degan masala ham muhim ahamiyat kasb etadi va bu haqida ham kitobda o'ziga xos bir yondashuvlar ilgari suriladi. Va aynan yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, har qanday tadqiqot, ayniqsa mana yuqorida Shuhrat aka ta'kidlab o'tganlaridek, dastlabki debocha bo'lgan tadqiqot keyingi tadqiqotlar uchun o'ziga xos dasturul amal vazifasini o'taydi. Ya'ni bu asarni yuqorida Hamid aka ta'kidlaganlaridek o'rganib, tahlil qilib, tanqidiy yondashib yana men umid qilamanki o'nlab asarlar yaratiladi. Va ana shu asarlar yaratilishda bu yaratilgan asar muhim ahamiyat kasb etadi degan fikrdaman. Albatta mana bizda ilmda bahs, munozara, yuqorida Hamid aka ta'kidlab o'tganlarda o'ziga xos tanqidiy yondashuvlar bor. Masalan, meni subyektiv fikrim bo'yicha nega endi erkin millat masalasi, balkim erkin jamiyat bo'lish kerak degan fikrlarimiz bor. Biz hali kitobni to'liq o'qib, Xudo xolasa Kamoliddin aka bilan uzoq bahs yuritamiz va bu bahslarni sizlar ham e'tiborlaringizga havola qilishga harakat qilamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yana bir bor Kamoliddin aka tabriklayman. Oybek aka, katta rahmat. Oybek aka bir narsani ta'kidladingiz, haqiqatan ham Kamoliddin aka 2021-yil O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin ma'lum bir tushunchalarni O'zbekiston siyosiy leksikoniga kiritganligini tan olishimiz kerak. Ayrimlarning g'ashini keltirsa ham mayli, nima bo'lgan taqdirda ham. Lekin Kamoliddin aka, men o'ylayman hozir Oybek akaning fikrlaridan kelib chiqib 89-yillar atrofida shunga o'xshash kitob yozilishi mumkinmidi? Ya'ni savol emas endi bu umuman, ya'ni 99 voqealarni inobatga olib aytyapman. Siz 2005 deysiz, men 99 voqealari rejimning mohiyatini o'zgartirgandi va qarabsizki, bu rejimga ham 10 yilda bu kitob yozilyapti va shu nuqtai nazardan, ya'ni qanchalik ijobiy fikr bildirmaylik, rejimlarning tabiati o'zgarishini baholab bo'lmaydi va shu nuqtai nazardan men kitobni o'qir ekanman, o'sha
juda ham katta bir yurak bilan yozilganligini va bu kitobdan keyin albatta juda ham katta mas'uliyat zimmangizda bo'lishini bir tasavvur qilaman. Ya'ni va ya'ni mana shu 10 yillik, hozir ham 10 yil o'tdi va keyinchalik rejimning tabiatini, oldingi rejimning tabiatini o'zgarganligini ko'rdik. Shu nuqtai nazardan Kamol aka, men o'ylaymanki, bu o'ziga xos bizning siyosiy institutlarimiz ankirlolmayotgan demokratiyani siz ankirlashga urindingiz va bu ankirni so'tilib ketishi, ya'ni sitilib ketish ehtimoli juda ham ko'p. Ya'ni fiksatsiya qilmoqchisiz, shu yerda to'xtash kerak, chunki rejimda biroz orqaga qaytish elementlari bor va mana shu ankirning, ya'ni demokratik ankirlash degan tushuncha bor o'zi politologiyada. Mana shu ankirning so'tilib ketmasligi, xorazmchada so'tilib deydi, yoki sitilib ketmasligi xavfi juda ham yuqori va bunga siz jur'at etganingiz meni hayratga soladi va o'ylaymanki, mana shu demokratik yenish yoki orqaga yenish kuzatilmasin va sizdagi o'sha optimizmni men ham o'zimga yuqtirishga mana shu kitob orqali harakat qilganligimni aytib o'tmoqchiman. Keyingi so'zni jamoat faoli, inson huquqlari bo'yicha mutaxassis, demak, Abdurahmon aka Tashanovga beramiz. Abdurahmon aka, marhamat. Assalomu alaykum do'stlar. Men ijtimoiy tarmoqlarda birinchi bo'lib bu kitob haqida bir nimalar yozishga harakat qildim. Endi yozganimdan o'zim ko'nglim to'lmadi. Sababi sohadan o'zi ko'ngil to'lish degan narsa yo'q. Endi nima ko'pincha shu optimizmni nimada olaman? Kamol akadan olaman. Shu 2016-yilida sentyabr oylarida juda bir haligi vahma ustida turgan sentyabr oylari edik. Biz bu kishi bilan Varshavada ko'rishdik. Keyin o'sha paytdagi zihniyatga ko'ra men aytdim, men shu Varshavada qolmoqchiman. Shu endi mamlakatda bir siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, yomon tomonga qarab ketadi degan bir taxmin bor edi. Keyin Kamol aka aytdiki, yo'q, bu siyosiy tizim deformatsiya bo'ladigan paytga keldi. Deformatsiya nima deydi? Shuni haligi yo'qolish paytiga keldi. Bu yog'i dedi yomon bo'lmaydi degan narsani o'sha paytda menga singdirgan. Haqiqatan ham yomon bo'lmadi. O'sha yillar, bir necha yillar yomon bo'lmadi. Undan keyin ham hali yomon bo'lish darajasiga hozirgacha yetganimiz yo'q. Endi bu yo'qni Xudo biladi. Men kecha yozganimda aytdimki, meditsina rivojlangani sari kasalliklar ro'yxati ham oshib boraveradi. Lekin bu meditsina rivojlanmayotganini bildirmaydi. Shu siyosat, davlatchilik ham xuddi shunaqangi narsa. Agar siz erkinlik bersangiz, muammolar haqida ko'p gapirila boshlaydi va muammolar odamni shokka solib qo'yadi, odamni pessimizmga solib qo'yadi. Lekin bu degani muammo haligi nima deydi, davlatchilik rivojlanmayapti degani emas. Shu nuqtai nazardan o'sha men o'zi yomon ko'raman, birinchi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat, to'g'ri aytaveraman, Karim davrida hamma narsa muzlatib ushlab turildi. Bunday olib qaralsa, go'yo hamma narsaga ko'nikdik. Men hatto intervyularda shu biz rahbarlarimiz mendan keyin ketsa kerak degan nimalarni ham alik qilardim, gapirardim. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, shunchalik biz ko'nikdik, shunchalik bir haligi davrlarga bo'lib mana kitoblarda ko'rsatgan Kamol aka, biz o'sha paytda ongimiz qotdi va keyinchalik bo'ladigan o'sha o'zgarishlar tasavvur qila olmas edik. Kimdir kelib, qanaqadir bir o'zgarishlar qila oladi degan bir xayol bo'lmagan. Va qisman o'zgarishlar bo'ldi ham. Endi kitob haqida gapiradigan bo'lsak, Kamol aka o'zi sodda odam, lekin shu yozganda juda ayyorlik qiladi. Qaysi sababdan? O'sha prezidentni o'zini gaplarini epigraf qilib olgan. Misol, ertaga masalan o'sha prezident uyida gaplari bor, biz shu boshlagan islohotlarimizda hech qachon ortga qaytmaymiz deydi. Ertaga zamonlar o'tib, masalan aytadigan siyosiy ma'noda sud bo'ladigan bo'lsa, Kamol Rabbim aytadi, "Men deydi, ana o'zlarining gapini keltirganman" deydi, "Mana qaytdi, mana endi o'zidan ko'rsin" deydi. Shu nuqtai nazardan kitobda har bitta betida shunaqangi bir juda bir inklyuziv yondashuv bor. Shunaqangi bir mohirona yondashuv bor. Ya'ni Kamol aka sharhlovchi sifatida birorta bir siyosiy fikrni bo'yniga olmaydi, ya'ni sharhlaydi. "Men sharhlovchiman" deydi. Yaxshi bo'lsang ham sharhlayman, yomon bo'lsang ham sharhlayman, yiqilsang ham sharhlayman, turib dohiga aylanib ketsang ham bari sharhlayman deydi. Ya'ni meni kasbim shu deydi. Umuman o'zi professionalizm mana shundan iborat. Biz yaqin o'tmishda men endi yomon ko'raman, o'tmish yomonlashdi, lekin siyosiy tahlilchilik yo'q darajada edi. Biz
Qobilbek akalarni, boshqa bir ikkita nimalarni ko'rardik. Jo'lan tepaliklarida boshlarida o'sha haligi bir ko'rsatuvlarda boshqalarda o'sha Jo'lan tepaliklardan pastga tushmas edi sharhlar. Chunki siyosiy sharhlovchilik yo'q edi. Bugun har o'sha paytda siyosat tugul siyosiy sharhlovchilikka, politologiyaga tegmaydigan narsa bor edi. Bugun ham masalan siyosat haqida gapir degan bir zelyoniy svetoforlar yo'q, lekin har holda politologiya bo'lsa gapiraversak bo'ladi degan narsalar bor. Hatto shunchalikka vaziyat borgan ediki, politologiya bo'yicha ilmiy kengashlar nima qilingani, tugatilgandi. Siyosiy fanlar bo'yicha birorta bir olimlik davosini qiladigan odamlar birortasi falsafa yana bir shu mayda-chuyda shunaqangi narsalar bilan, falsafani mayda-chuyda deyotganim yo'q. Ya'ni shunaqangi bir sohalarga nima qilib yuradigan, ya'ni Kamoliddin aka shu xorijdan qaytgandan keyin o'sha siyosiy sharhlovchilikda bir yangi to'lqini boshlandi deyish mumkin. Mana hozir Habib akam Kamoliddin akani ustoz dedilar. Xuddi shu ma'noda o'zlaridan ustoz, hamfikr, bir haligi nima deydi, yoshlardan mana Fikrat dastur orqali ko'p nimalar bo'lyapti, shunaqangi bir avlod yetishib chiqyapti va bu avlod albatta siyosiy tahlil vaqti keladi, qila oladi ham, birinchi davrga ham, ikkinchi davrga ham, kerak bo'lsa 5-davrga ham o'zini bahosini bera oladi. Endi kitobga keladigan bo'lsa, kitob muqovasi nihoyatda menga yoqdi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki Kamoliddin Rabbiev hokimiyatga paxta qo'yibdi, unaqa bunaqa. Hokimiyatga paxta qo'ysa ham chigitlanmagan chigiti bor paxtalar qo'yadi ekan. Chunki xarakterida unaqangi til yog'lamalik yoki bo'lmasa xushomadgo'ylik degan narsani o'zi yo'q. Shunday savollar qo'yadiki, sen xohlasang javob ber, xohlamasang javob berma, men sharhlovchiman, bo'ldi, tamom. Javobing ham, savoling ham hammasi o'zingning kimligingni ko'rsatadi degan bir nima. Ya'ni bu jamiyatni bugungi siyosiy boshqaruvni yuziga tutilgan bitta oyna. Ya'ni bugun siyosiy boshqaruv katta narsalarni va'da qilyapti. Bu narsalar uni qo'ldan keladimi, kelmaydimi, tarixda qanday nom qoldiradi undan qat'iy nazar Kamoliddin aka Paglingan vrach kabi juda chiroyli tashxis qo'ygan. Davr ikkalasini juda chiroyli solishtirgan bir-biri bilan, birinchi bilan ikkinchini solishtirgan va ikkinchini fazilatli tomonlarini ko'rsatishga harakat qilgan. Buni hech qanaqangi maddohlik yoki bir ali tomoni yo'q. Endi ijtimoiy tarmoqlarda boya aytilgani kabi, domla aytgani kabi turli fikrlar yangrayapti. Va bu juda ham yaxshi. Men boya nimadan oldin, tadbirdan oldin hozir kitob taqdimotlariga odamlar ko'p kelmayapti, zal to'lmay qolib, sal noqulay vaziyatda qolamizmi degan bir fikrlar bo'ldi o'zlari tashkiliy guruh o'rtasida. Men aytdim, yo'q, qolib bo'lib ketadi, odamlar sig'may qoladi, stol qidirib yuramiz degan edim. Haqiqatdan mana shu narsalar bo'ldi. Sababi Kamoliddin aka yetarli darajada odamlar ko'ngliga kirib bora olgan bir odam. Endi o'zimni xarakterimda ham birovni juda uzoq maqtashligim yo'q. Kitobni albatta o'qiysizlar, ko'rasizlar. Kitob nihoyatda xalqchil tilda yozilgan. Kitob Kamoliddin Rabbiev kunuzdan turib qanaqangi gapirilgan bo'lsa, qanaqangi sodda chiroyli gapiradigan bo'lsa, kitob ham xuddi shunaqangi uslubda yozilgan. Ilgari biz sovet politologiyasi deymiz, endi mustaqillik politologiyasi bo'lmagan-ku. Sovet politologiyasini o'qisak, bir siyosiy terminlar, murakkab jumlalar, boshqalar, mana siyosiy iqtisod degan bir kitoblar bo'lardi. Xuddi falsafa kitoblari o'qiganday mazangiz qochib qolardi. Yo'q, bu yerda xuddi bir gurung eshitganday, bir televideniyada biror joyda ma'ruza eshitganday bir chiroyli o'qiladi. Mana shu kitobni eng muhim jihatlaridan bittasi mana shu. Yevropani eng mashhur yozuvchilardan biri Faulkner degan yozuvchi bo'lgan. O'sha o'zining asarlarini agar jamoatchilik nima qilmasa, bunday bir rezonans bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa taxalluslar orqali chiqib o'zini tanqid qilganda, ya'ni nima deydi, muhokamaga qo'yish uchun, jamoatchilik e'tiboriga kirib borish uchun o'zini o'zi tanqid qilgan joylari bo'lgan. Bu narsa trollchilikda asoslari o'sha paytda paydo bo'lgan. Endi hozir bizda bunga asos yo'q. Bunga hech qanaqangi ehtiyoj yo'q, chunki trolllar o'zi yetarli. Mana masalan kecha 2-3 ta trolllar menga lichkalardan chiqib, endi kim bu yerda endi kimligini aytib o'tirmay, bu yerda hokimiyatga yaqin bo'lmoqchimi? Yo'q, hokimiyatni o'zi biladi, kimni yaqin qiladi, yaqin qilmaydi. Ja, xursand bo'lib ketmanglar hal dedim. Ya'ni xafa bo'lib qolmanglar hal Kamoliddin Rabbievga dedim. Hech kim dedim, hali chaqirib boshini silab, "Yo, rahmat, mana shu kitob uchun" degan joyi yo'q. Hali bu kitob qanday qabul qilinadi? Aqlli bo'lib ketibsan deydimi? Eski zamonlardagi kabi. Shuning uchun kelinglar, bu yerda eng muhimi shu kitobni qadrlaylik, kitob o'qiylik va Kamoliddin akaning kitoblari ham albatta nima deydi, kamchiliklardan, boshqa narsalardan xoli emas. Mana shu kamchiliklarni ustozlar, hamkasblar, do'stlar to'ldirib borish kerak. Bu kitoblarning ikkinchi seriyalari chiqishi kerak.
Men kitobni Shuhrat aka men birinchi o'qidim dedi, lekin shu gapingiz uncha to'g'ri emas. Chunki men birinchi bo'lib o'qidim. Yo mendan, yo to'g'ri. Mendan ha, doim birinchi bo'lishga harakat qilamiz. Endi mendan oldin ham o'qiganlar bo'lgan bo'lsa kerak. Ular endi sal boshqacharoq ko'z bilan o'qigan bo'lsa kerak. U tomonini bilmayman, lekin kitob masalan menga qanaqadir darajada o'zimga ishonch berdi. Pessimizmga berilib ketgan ekanman, ancha tushib ketgan ekanman. O'sha Kamoliddin aka bilan 2016-yil Varshavada o'tirib gaplashgan gaplarimizni esladik. O'sha paytda endi nima deydi, qo'polroq bo'lsa ham aytaman, Shimoliy Koreyaga aylanib ketmasak ekanmiz, bunaqa ekanmiz, bunaqa degan bir pessimistik gaplar gapirganda Kamoliddin aka Fransiyadan kelib o'sha paytda ko'nglimni ko'targan. Keyingi yili Yevroparlamentga uchrashuvlarga bordik Kamoliddin aka, esingizda bo'lsa 2017-yilda. O'sha yerda ham Kamoliddin aka shu optimizmni yo'qotmagan, bo'lmasa ma'lum darajada o'sha rejimdan jabr ko'rib, o'zini deydi ona vatanidan ayro yurgan odam edi, muhojiratda yurgan odam edi. Lekin biz o'sha yerda bir qattiqroq, nimaroq gapirishga harakat qilgan bo'lsak ham, yo'q, Kamoliddin aka o'rtani yumshatib, bir chiroyli gaplar qilgan. Bu odamlarning ko'ngli, o'zi odamni ko'ngliga doim optimizm, nekbinlik bu yaqin turadi. Mana shu kitobda asosiy xususiyati nekbinlikda, optimizmda. Ya'ni tushkunlik bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Hazrat Navoiy aytadilar, odamni deydi ishlari oldinga yurish uchun aql, shijoat, kuch va nekbinlik kerak deydi. Ya'ni aqlingiz bo'lsa, shijoatingiz bo'lsa, lekin sizda ishonch bo'lmasa, siz oldinga qarab keta olmaysiz. Iloyim mana shu kitoblarni keyingi seriyalar davom etsin. Va keyin bundan ko'p kitoblar yozing Kamoliddin aka. Yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bu kitobning tiraji katta emas. Eng nimasi shu. Men o'zi noshirlik faoliyati bilan shug'ullanadigan, savob bilan shug'ullanadigan yoki bir ikki so'm cho'tayda puli bor odamlarga aytmoqchi edim. Mana shunaqangi kitoblar jamiyatimiz tarbiyalaydigan, bugungi kunimizga, kechagi kunimizga diagnoz qo'yadigan kitoblarni ko'paytirishga yordam beringlar. Bizda haligi fundraiserlik nimasi rivojlansin. Biz to'yga, tantanaga xarajat qilamiz, boshqa qilamiz, lekin kitobga qolganda, inson huquqlariga qolganda endi o'zim ham dardim aytib ketaydi. Nima qilmaymiz, so'z erkinligiga nima qilmaymiz degan menda nimalar bor. Uzr, gaplarim cho'zilib ketdi domla. Omad tilayman. Bu boshlanishi bo'lsin. Men Hamid akadan keyingi kitoblarni kutaman. Shuhrat aka, domla sizdan kutaman. Shu ma'noda nafaqat men kutaman, men deb gapiraveryapman, hammamiz kutamiz. Rahmat.